Endi bizga Gulshan Abduqodir xonim so'zlab turdi. Gulshan Abduqodir xonim bizga Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi qirg'inchilik va jazo lageri adabiyoti degan temada so'zlaydi. Yana bugunga o'xshash kishilarni o'ylantiradigan, qiynaydigan temada ko'rinadi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugungi sizlarga leksiyarim yuqorida Muhammad Ataullah inimiz aytgan o'xshash Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi qirg'inchilik va jazo lageri adabiyoti degan temada bo'ldi. Dunyo operati bo'lgandan hozirga qadar dunyoni ikki dars idora qilib keldi. Ya'ni fatih qilib keldi. Birisi Qur'on, ikkinchisi qalam. Qur'onga simbol bo'lgan, masalan, Osmanlı qatorliqlar dunyoda nurg'un imperatorliklarni qurdi. Qalam bilan dunyoni fatih qilganlardan biz Alisher Navoiyni misolga olamiz. Men leksiyarimning keyingi qismida bu tafsir qilaman. Men birinchi bo'lib men adabiyotningki ta'biri bilan boshlayman leksiyarimni. Adabiyot degan nima? Adabiyot degan nima degan savolga dunyodagi nurg'ulg'an millatlar o'xshamagan javoblarni berdi bugungi kunda. Tabiiyki Uyg'ur xalqi shu qirg'inchilik dunyoda hech bir millatning beshliq kelmagan ig'ir qirg'inchiliklarni tatbiqlayotgan Uyg'ur xalqi adabiyot degan nima degan savolning javobini berishning eng haqdor kishilari deb qarayman. Adabiyotga berilgan ta'birlar 2016-yildan keyin butunlay o'zgarib ketdi deb o'ylayman. Adabiyot degan nima degan savolga qalam tavratganligi uchun jazo lagerlarining bo'sog'larida tabtirabshigan Xolida Isroil Uyg'ur yozuvchisi. Xolida Isroil Oltin kashni yozganligi sababidan nurg'un azob uqubatlarni chekkan, aqlini ishlatganligi uchun, qalamlarini tavratganligi uchun, qalamlarini qalblariga va aqllariga bog'laganligi uchun Xitoydan iborat shunday bir kuchninki intayin ig'ir qo'rlishiga uchragan Xolida Isroil bilan o'zining aql parastini ishlatib, o'zining qalbi bilan, o'zining yozganlari bilan dunyoni zilzilaga keltirib, dunyoda millioner bo'lgan J.K. Rowling xonimning adabiyotga berilgan ta'biri o'xshamaydi. J.K. Rowling xonim bilsa Harry Potter qatorliq nurg'ulg'an asarlarni yozib, hozir dunyodagi eng ko'z ko'ringan ayol yozuvchilarning biri ham ayol millionerlarning biri, millioner emas, billionerlarning biri. Agar Amerika, Kanadalarga berib qolsanglar, bu xonimning yozgan asarlarining hatto bolalar o'ynaydigan o'yinchoqlar, og'jaylamlardan tortib hammasiga kirganligini, televiziya programmalar qilib ishlatilganligini ko'rib olasizlar. Demak, Xolida Isroilga nisbatan adabiyot demak tushuncha, o'y-fikr, tafakkur, xiyol va qalam kuchini eng go'zal shaklda namoyon qilib berganligi sababidan turmaga yoki jazo lageriga tashlanish. Yuqoridagi bu ifodalash kuchi qancha kuchli bo'lgan sari shuncha ig'ir turmalarga tashlanishdan iborat. Dunyoni larzaga solgan donliq asar Harry Potterning avtori J.K. Rowlingning tushunchasi bo'yicha aytganda adabiyot millionerlikqa boshlab boradigan yo'l. Chunki bu yosh ayol yozuvchi aqlini, fikrini, tushuncha va o'y-xiyollarini erkin ifodalaganligi sababidan dunyodagi eng donliq millionerlar qatoriga kirdi. Hamda tarixiy faktlar adabiyot degan nima degan savolga 18-asrgacha aniq bir javob berolmay kelganligini isbotlaydi. 18-asrga kelganda yozuvchi Gyutening dunyo adabiyotining parlaydigan mezgili yetib keldi degan bir jumla so'z bilan adabiyotga ta'bir berilganligini tarixiy faktlar qayd qildi. Bundaqda 18-asr dunyo adabiyotga nima deb ta'bir bergan edi? His-tuyg'u va xiyollarning so'z va yoziq orqali go'zal holatda anglatish shakli adabiyot deb atildi deb adabiyotga 18-asrda shunday bir ta'bir berilgan. Uningdan burun adabiyot diniy tus olgan adabiyot ham o'rda adabiyotlar bo'lib, diniy maliyalar,
Ondan keyin o parçalar, mediyalaydigan ordu şairleri bo'lgan 18-asrga kelganda adabiyotga asosan to'liq shundoq deb o'zining ichki dunyolarini, his tuyg'usini go'zal so'zlar bilan ifodalaydigan narsa adabiyot deb ataladi deb ta'bir berilgan. Bu ta'bir Uyg'ur adabiyotiga nisbatan ancha Uyg'ur adabiyotiga nisbatan ham Uyg'urlarga nisbatan ancha bek rozi bo'lgan ta'bir emas. Bundan keyingi asrlarda Uyg'urlar adabiyot degan nima degan savolning javobini dunyo xalqiga nihoyat yaxshi sharhlab berdi deb o'ylayman. Uyg'urlar nazarda adabiyot degan biri his tuyg'u tushunchalarini, tafakkurlarini ifodalash sababidan turmalarga tashlanganda, jazo lagerlariga tashlanganda, boshqalar qarab turish degandan iborat bo'lsa kerak. Uyg'urlar nazaridagi adabiyot bir qizilchiroqqa kelib to'xtab qolgan kishining ichki dunyosi bo'lishi mumkin. Siz mashinani haydab qizilchiroqqa kelib to'xtab qolganingizda, yarim soatdan oshgandan keyin qanchalik stress bo'lsiz, qanchalik depressionga tushsiz, qanchalik jiddiy bo'lsiz, hatto mashinangizni tashlab yetib piyoda minib ketganingiz keldi. Bu bir soat kutishki bo'ldi, bir kun kutalaysiz. Undan keyin bu qizilchiroq yonmagani uchun qandaq bir oqibat kelib qolsiz. Hozir shu Uyg'urlar yeşil chiroqqa yiqilmaydigan, shunday bir qizilchiroqqa to'xtab qolgan kishining ichki hissiyotini hem Uyg'ur deb ataymiz, hem adabiyot deb ataymiz. Mening tushuncham. Uyg'urlar nazaridagi adabiyot yana bir qitim adabiyot degan nima degan savolga Platon hayotning ifodalanishi deb javob bergan. Ammo Uyg'urlar adabiyot degan nima degan savolga dal buning aksicha hayotning ifodalanmasligi deb javob berdi. Agar faylasuf Platon bugun hayot olgan bo'lsa, ham shu Uyg'urlarning orasida o'tgan bo'lsa, adabiyot degan nima degan savolga birdan bir ta'bir berguvchi millat o'zini ichki dunyosini ifodalay olmaslikning dardini, azobini chekkan Uyg'ur millatidir deb dunyolarga cho'qan solgan bo'ladi deb o'ylayman. Yana bir qitim adabiyot degan nima degan savol qo'yilsa, adabiyot degan 10 ming kishi shu Istanbulning Chamnijatiligiga chiqqan bo'lsa, bunun ichidagi nurg'uni Istanbulning kechilik manzarasidan huzurlangan va xushal bo'lgan bo'lsa, mushu xushallik bilan uylariga qaytib ketgan bo'lsa, bir qancha turkni va Uyg'urni o'z ichiga olgan 4-5 kishi mushu huzurlanishdan, mushu ilhomdan, kechilik manzaradan ilhomlanib to'liq qalam olgan bo'lsa, shu ilhom orqali bir turk yozuvchisi bir narsalarni ifodalab yoza olgan bo'lsa, ammo ichki hissiyotlari to'lib tashgan qalamni qo'liga ip bo'lgan Samat ko'zlaridan taranlab yosh eqib ketib, qandaqdir bir kuchning o'zining soya tashlab turganligini, mushu qalamni tavratganlik sababidan o'zining kelajagining qorong'u bo'lganligini sababidan qalamni tavratmagan bo'lsa, bu mana dal adabiyotning o'zi. Demak, biz haqiqiy bir adabiyot bilan texcha yuzishib bo'lamiz. Yana bir qitim adabiyot degan nima degan savolga javob berish to'g'ri kelsa, o'zingning chimandiqlarni o'zing kiyolmaysan, o'zingning atlas ko'ylagingning etaklarini o'zing larzan qirqitolmaysan, o'zingning sumbul chechig'ini o'zing qirib o'rayolmaysan, o'zingning salimiga o'zing usulga tusholmaysan. O'zingga xos narsalar chambergidan hosil bo'lgan ichki hissiyoting bilan tashqi badan harakating va sen xos bo'lgan kiyim-kechaklaring sening uchun ma'ni qilgan. O'z kiyim-kechaklaring ichida turib davomli qoldan milliy bo'lgunchi bo'lib qolarmanmi degan vahim ichida yashaysan. Buning aksicha bu xosliklaringni dushmaningning vujudida ko'rsan. Shundaqla sening narsalaring bilan sening usulingni, sening san'atingni, sening dushmaning sana o'ynab beradi. Mana bu ruh qirg'inchiligi. Mana bu bir millatning ruh dunyosining to'riga sarflangan vijdon va g'urur qirg'inchiligi. Adabiyot degan dal sening ruhiyatingning ichki dengiz okeanlarida yuz berayotgan tsunami, ya'ni dengiz quyining dal o'zi. Undaqda mushu o'zimizning ichki dunyolarimizni ifodalamay
muştaq turayotgan bolsak, biz Mishel Otağalarning hammamiz bir adabiyot degan gap. Bizning ichimizdagi piyag'allar tashqillab teshib chiqqan vaqtida biz bir adabiyot deymiz hosil qilamiz. O chog'da bizningki arablardan, turklardan va uningdan yo buningdan ranjib o'tirgan hech qanday bir nemimiz qolmaydi. Hech qanday bir banarimiz qolmaydi. Mishel Otağalarning hammamiz bir adabiyot. İçimizdeki peyğamberimizni ifadelayotgan bir peyğam adabiyot. Men hürmetli Erkin Sıdıq akımız Uyghur Project Fondu'na şundaq bir təklifini qoyğan. Biz umumyüzlük kiçik gruplarga bölünüp, şu WhatsApp gruplarında bək uşaq gəplərini qılğan ahvalını tüyütüb, özümüzün peyğamberimizni şu yazıdığan qançalik yazası, hazır ədəbiyyatının şəklinin nemələr özgürüb getdi. Burun klassik edebiyat, orada edebiyatları, dini edebiyatlardan alıp modern edebiyat devreye kirgenmişse hazır postmodern devreye kirdi edebiyat. Nesirler, bunun bilen sözüşüp, denizler bilen sözüşüp, özümüzden hesaptını tüküdüğün muşundaq şunçik edebiyat şekilleri oturup çıkmadıdır. Muştaq bir kündlük xatir yeziş, bir dolqun qozğusaq degan bir təklifini bəygən Erkin Sıdıq akımızga. Özəmmi şu İstanbul'a kelgan vaqtida ba'zi xanım qizlarning çaylara qatnashib, şu təkliflərini bəygəndim. Bu yerga kelgan vaqtida men Yahudilarninki 16 yoshli qizi, Yahudi jazolarga o'lib ketgan 16 yoshli Yahudi qizi Anne Frankning xotirasini esirtiman. Anne Frank shu Yahudilar jazolarga o'lib ketishdan burun xotir yozgan. Dünya bu qızın xatirasi tepilishdan burun Yahudi qirg'inchilikqa ancha e'tibor bermagan, ammo bu xatir tepilgandan keyin dunyo tavrab ketgan. Men maalesef pek ichim ochiq bo'ldim. Turkiyadagi ma'lum ayollar guruhiga shu xonim Anne Frankning xotirasini tashlab, Uyg'urcha tarjimasini, ammo shuni bir o'qib chiqinglar, uningki shuning asosida bir sinab baqsanglar. Hiç bulmaganda denizlarga bir yerler berip, ünal qo'yib qo'yib, saqtanlarni töküp, onu qalamga aldırgan müştaq nemi qısanlar deb tashlab qo'ysam, olgan javobim shunchalik afsuslanarli bo'ldiki, bu bir Yahudinikiga qizning xotirasiga biz Yahudi qizning xotirasini unda o'qimaymiz. Deb 15-asrdagi shu Sultan Sulaymon xonning Yahudilar haqida bergan bir ta'birini shu to'qib tashlab qo'yibdi. Hazır onundan qanchalik asarlar o'tib ketdi. Biz hazır shu Qonuniy Sultan Sulaymonning gibi bilan millatlarga, kishilarga baho berib o'tiramiz. Men o'ylayman, biz hazır cho'ng bir adabiyot inqilobi boshlashimiz kerak. Adabiyot inqilobi boshlab biz yezib dardlarimizni to'kib dunyoni ko'mbitayli, dunyo hijolat bo'lib ketsin. Yana bir qitim Edebiyat degan nima? Xitoy turmushdagi Nurmamat Yosonga nisbatan aytganda, edebiyot demak yovkaptar bo'lish demakdir. Nima hozir men bu yerda post edebiyot haqida to'xtalmayman, chunki postmodern edebiyot haqida to'xtalmayman, chunki bu boshqa bir temaga ko'chib ketganman. Sizlar YouTube'ga kirib izlab baqsanglar bo'ldi postmodern edebiyotni. Shu Nurmamat Tursunninki yovkaptar nomli asri men postmodernga yaqinroq deb o'ylayman. Hazır Xitoy turmusida yetayotgan Nurmamat Yosin qalami ostida o'zining ichki hissiyotlarini to'liq aniq ifodalagan yovkaptar mundaq nido qildi. Yana shu ko'k osmon uchib yurgidakman. O'ngimmi tushimmi yoki har ikkisi emasmi bilmayman. Qandim ostida g'urg'ur shamollar uchib o'tmoqda. Men hozir nihoyat ruhlanib ketayotdim. Vujudimda kuch-quvvat urg'ib turadi. Rengarang osmon, parlaq quyosh nurga cho'milgan bepoyon dunyo. Bu naqadar go'zal manzara. Endi bana dünya texnik kenarı yeyilib, ko'z oldimda bir yeşil dasturxondek ochiq namoyon bo'ldi. Bu ilgirki men ko'rib boqmagan manzara, men ko'rib boqmagan joylar edi. Lekin men u yerga o'z makonimdek muomala qildim. Hamma yer o'xshashlar go'zal ko'rinadi. Tuyuqsiz oldimda mahallalar, uylar ko'rildi. Pastda ushaq narsalar qimirlab yuradi. Men uning onam so'zlab beradigan odamlar ekanligini his qildim. Lekin ular menga ancha xatarlik emasdek bilindi. Onamga qiyinlik yetgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Yerda bicharalarcha o'ynab yurgan oshu jonliqning ko'ksi tushib yurgan bizdan qudratli ekanligiga zotli shay bo'lganidi. Balki mening ularni tushunishga kallam yetmagan bo'lishi mumkin. Ishqilib men odamlarni ancha xatarlik his qilmadim. Onam odamlarning qo'sig'i dönirijiq, faqat bo'lmasang ular seni birdan mahbus aylantirib qo'ydi degan edi.
Bir de benim ulanın kosuğundaki hünerini bir görüp bakım geldi. Nur Mehmet Yasin bir kişi vatanının işide durup özünün peyğallarını, özünün işki hissiyatlarını, Xitay Komünist hakimiyeti boğan narazılığını muşundaq bir şekilde ifade biz çetrelerdeki Uygurlar muşundaq şekillerden paylanıp ondaq peyğallarımız işçimizge kaplap oturuversak olmaydı. Mesela yanak dağlama şu iş dağının işki katlamlarındaki nəhayət qattiq sıqılışdan keyin patlab chiqib ketdi. Ama bir kuni bu bir xil yomon xarakterlik patlash bo'lishdan yoki ruhiy tushkunlik yoki boshqa ahvollarni oldini olish uchun biz birdan bir Uyg'urlar uchun to'g'ri yo'l shu Nur Mehmet Yasin o'rkishidagi o'xshash shaklda o'zining peyğallarını qalam orqali yozib qolish kerak. Buning nihoyatda cho'ng ahamiyati bor, chunki biz bu orqali dunyoga bir oson ma'lum bir qism kishilarning qirg'inchilik uchirmayotganligini, butun millatning qirg'inchilik uchirayotganligini yozib qoldiramiz. Buni dunyo hamon bir kuni boshqalar tarjima qildi, tahlil qildi, muhokama qildi. U chog'da biz millat bo'lish bilan bek chaqnaymiz deb o'ylayman. Adabiyot deganga ta'birini bek chaqib ketibdim. Uyg'ur adabiyotining kelajak vijdoni zodi nima deydi deb bir mavzu qo'yib qo'ygandim. Buningda endi Uyg'ur adabiyotining kelajak vijdonini shu chet ellardagi Uyg'ur yozuvchilari, qalamkashlari ifodalash bilan ifodalab bo'lmaydi. Chunki Uyg'ur qalamkashlar pek oz. Biz 20 milliondan ortiq bir oz deganda 20 milliondan yuqori bir millat. Bundaq bir millatniki kam deganda 2000 3000 yoki kam deganda 1000 atrofida bir yozuvchi bo'lish kerak. Ammo chet elda qalam tayyorlayotgan yozuvchilarning stavkasi 30-40 ming yetmaydi. Shuning uchun hammamiz qo'limiz qalam qilishimiz kerak. Hammamiz yoza olamiz. Hammamiz peyğallarimizni o'tirib qo'ya olamiz. Biz Uyg'urlarda bir qiyiqlashib ketgan bir iboralar bor. Masalan, erlar yig'ilsa bo'lmaydi, erlar ishki hissiyotlarini to'ksa bo'lmaydi, voy erlar horori undaq bulan cho'rib tashlaydi. Erlar shunchaki yaxshi yozadi, peyğallarni ifodalaydi. Bu g'urur vijdon bilan o'zimizning ishki hissiyotlarimizni ifodalashdan voz kechsak bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi 19-asrning oxiri 20-asrning boshlarida dunyo modernizm adabiyotiga kirdi. Ya'ni modernizm adabiyotiga kirib, nurg'un davlat yaxshi asarlar maydonga kelgan mezgilda Uyg'ur adabiyoti dahshatli bir qirg'inchilik adabiyotining muqaddimasida turgan. Yani qirg'inchilik adabiyoti boshlandi 20-asrning boshlarida. 1920-yildan 2022-yilgacha bo'lgan bu 100 yil jarayonida Uyg'ur qalamkashlari, jumladan Uyg'ur adabiyoti ta'qib ostiga ilingan 100 yil bo'lib, gerçi 1980-yillardan itibaren Xitoy ishchi siyosatini yo'lga qo'yib, Uyg'ur qalamkashlariga ve Uyg'ur adabiyotiga bir erkin tini bilish fursati bergan bo'lsa, ammo Xitoy o'tmishda ilib borgan Uyg'ur qirg'inchiligiga oid temalar yana sezgir temalar hisoblanib nashr qilinish jarayonida nurg'ulg'an süzgüçlerden oluşup doğru geldi. Uyghur halkının beşik gelgen yukarıda kısmetler sebebinden Uyghur edebiyatı en bol usulluk edebiyat bulamayacak. 1930 ve 1940 yıllarda yüz bergen Yahudi qirg'inchiligini yüksek kalem gücü bilen dünyaya tanıtkan dünya yazgıçıları okşaş meşhur ondaqda Xitoy tariximizda ko'rilib bakmagan bu zor tutkun, bu zor qirg'inchilik bilan Uyg'ur adabiyotining sarxil namoyandalarini trimlay tashlash bilan Uyg'ur adabiyotini Xitoy yo'q qilib yetalamdi. Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi nima bo'lishi kerak? Uyg'urlarning xuddi 1930 va 1940 yillarda yuz bergan Yahudi qirg'inchiligini yuksak qalam kuchi bilan dunyoga tanitgan dunyo yozuvchilari o'xshash tanliq yozuvchilari bo'lishi kerakmi yo'q? Uyg'urlarda Lev Tolstoy bo'lishi Uyg'urlarning Lev Tolstoylar bo'lishi kerakmi yo'q? Uyg'ur adabiyotining kelajak taqdiri zodi qanday bo'lishi kerak? Taklimatlarning eng chuqur joyida dunyodan
pek uzakta. Kuzumlar degan avazını dünyaya anlatılmayotgan. Kısacası dünyanın ögey balası kılıvatgan Uygurlarına bir şey kelgen içinişlik taqdirini dünya sahneleriga elib chiqib, dünya edebiyatı aslında yulduzdek çağımtıdığan William Shakespeare'leri, Fyodor Dostoyevski'leri, Lev Tolstoy'ları, Charles Dickens'leri, J.R. Tolkien'leri, George Orwell'leri, Edward Poe'leri, Victor Hugo'ları buluş gerekmi yok. Uygur edebiyatının kilecek vicdanı zaten nimdeydi yok. Zaten nimdeydi yok. Yok bulup yetiş gerekmi ya ki yaşlışı ve çaklışı gerekmi. Uygur edebiyatının kilecek temisi zaten nim buluş gerek. Bu suallara hazır çeteler yaşavatkan, oyunun şişidi imravatkan Uygur halkının vicdan cevap verir. Mengü taşlardan 19. asırın ahırlığı boğan saltanat Uygur edebiyatı degan bir mavzu qo'ygandim. Bularning hammasini vaqt munosabati bilan qisqa aytaman. Faqat 20. asr, ya'ni Abduqodir Domillamdan boshlab 2016 yilgacha bo'lgan 'shu edebiyat haqida to'xtalman. Qirg'inchilik edebiyoti haqida to'xtalman. Bu yerda qalam bilan jahonga bo'lgan Uygur edebiyoti degan bir mavzuni qo'shgan ekanman. Navoiyniki bu mazmunum qisqa aytaman. Faqat bir she'rini olaman. Bu Navoiy haqida o'zbek yozuvchisi O'zbekiston shoiri Abdulla Aripov Navoiyga yozgan she'rda mundaq deb yozgan. Ya'ni shu bir she'r Navoiyga va qalam bilan javonkor bo'lishning, dunyoni fath qilishning qanchalik muhimligi haqida yetarli bilim berdi deb o'ylayman. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo barchaga guvoh yarasti. Ko'p Navoiyga yozadi. Navoiyga berishlab o'zbek shoiri Abdulla Aripov shunday yozadi. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo barchaga guvoh yarasti. Lekin do'stlar, nazm ahli ora jahongirlar kam bo'lar rasti. 5 asrlik nazm saroyini titirtudu zanjiridan bir she'r Timur tixi yetmagan joyni qalam bilan oldi alishir. Menga ism misralar biz hammamiz yana bir qitim bir Alisher Navoiy bu baqaylik. Hammamiz o'rnimizdan dasturib ichimiz piyag'allarimizni yezishimiz, dunyolarni Uygur edebiyatiga oid asarlar bilan ko'mitishimiz, dunyoni hijolat qilishimiz kerakdir deb o'ylayman. Bu haqda belki to'xtalib ketsam ishlab ketgandekdirman. Shuni bir yana to'xtatib qo'yaman. Bundan boshqa Navoiydan keyingi Uygur edebiyatining boshqa saltanatli davrlari bo'lgan, bularning hammasini qisqa aytaman. Shu Abduqodir Domillam davridan 4 davrga bo'lgandim. 20. asr Uygur qirg'inchilik edebiyatining boshlanishi, Ig'ir tiniqlar ostida yig'ilgan bir asrlik Uygur edebiyoti bir nazar. 20. asrning kirishi bilan dunyo g'arb edebiyoti 4 bosqich bo'yicha birda galdinib, birda so'sishib, birda o'zaro birlashib, yangi edebiyot yo'l va uslublar bilan nadir asarlarni maydonga keltirishga tirishdi. Va nurg'ulg'an boranchab qo'llan boshli kechirdi. Ammo bu jarayonda dunyo edebiyotidan iborat bu cho'ng chinarning bir sheyxi bo'lgan Uyg'ur edebiyoti texmi talaysiz bir asrga qadam qo'ydi. Shunday 20. asr Uyg'urlar uchun talaysiz bir asr, 100 yillik qirg'inchilikdan boshlanib kechirgan bir asr bo'ldi. Uygur yozuvchi, shoir va ziyolilar yuqoridagi inshaalloh edebiyot tarixini yaratgan ajdodlarning izini besib, Uygur edebiyoti asman degan nurg'un Navoiydan chaqnashga yo'l ichish uchun ko'p tirishgan va tipirlagan bo'lsa-mu, ammo bunda qilmadi. Uygur xalqining beshiga kelgan bu bajalar albatta tarixda yuqoridagi san'at saltanat bilan surgan Uygur edebiyotini ushukdakkan chechakdak shumshaytib qo'ygan. 20. asr qirg'inchilik edebiyotininki birinchi bosqichi. 20. asrning boshlaridan 1940-yillargacha bo'lgan oraliq 20. asr Uygur qirg'inchilik edebiyotining birinchi bosqichi bo'lib, bu bosqichda jadidchilik va demokratik edebiyotning qisqacha tarixi ko'zda tutildi. 20. asrning boshlaridan boshlab bizning bir qism diniy o'lmalarimiz, yozuvchi shoirlarimiz yetib chiqqan bularning tipik vakili Abduqodir Domillam qatorliq ko'plagan qalamkash yozuvchilarimiz suiqasdga uchirdi.
ve türmelerge taşlandı. İntayın qattiq taqib astık ilirdi. Özünün his-tuyg'ulary, qalamlarini erkin täbirlenmey, nayt qattiq taqiblar astydymı, xeyli nurgun ähli-erkeklerni wujudga keltirdi. Şuma Uyghur Project Fondi tarafından neşr kılıngan Davr ve Biz degan nomli kitaptan tafsiri nemin okuwasalar boldu. İkinci basqıç 1940 yıldan 1980 yılgacha bo'lgan 40 yillik jarayonni o'z ichiga olgan bo'lib, bu basqıç Xitoy Kommunist Partiyasi vatanimizning Sharq Turkiston besib olgandan keyin turli qalpoqlar bilan Uyg'ur adib yozuvchi shoirlarimizni tarixga surgun qilgan basqıç bo'lib hisoblanadi. Bu davrniki vekillerden Ahmet Ziyayi, Nimşit Armiya Sayrami, Abdurrahim Ötkürüz'ün Qadir qatarlıq bir türküm şairlar, yazgıcılarını sanat etkilikte olup geldi. 1980 yıllarda Xitay saat 2-3 siyasi yol koygandan tartib 2000 yıllargacha bu 3. basqıç bolup edebiyat sanat ve medeniyet sahasida bilginçilikka qarshi ideologiya siyasi kurash boshlangan qadar bo'lgan 30 yıl Uyghur qirg'inchilik adabiyoti salban nafas olgan dek hisoblansimi, ammo erkin demokratik ong ve tushunchalar qattiq nazorat ostiga olingan. Bir davr bo'lib, bu mezgillarda masalan yanılam Uyghur edebiyatı bir xil bo'shash holda turgandek qismi, lekin yanılam tutqun qilish ve turmalarga tashlash Ağan 1991 yıl yüz bergen bari inqilabi, 1997 yılı olcu yüz bergen 5. fevral olcu inqilabi. Ve bu vakalardan keyin başlangan milli bölgünçilikka qarshi kurash, qalpoq astidagi ikki qitimliq zo'r tozalashlar nurg'unlagan adib yozuvchilarimizning qanotlarini qirqib qo'ygan bir davr bo'lib hisoblanadi. 2010 yildan 2016 yilgacha bo'lgan oraliq 20 asr Uyg'ur qirg'inchilik adabiyotning Xitoy Kommunist Partiyasi 2010 yildan 2016 yilgacha bo'lgan oraliq 4-chi qirg'inchilik adabiyotning 4-chi bosqich bo'lib hisoblanadi. 2001 yilda o'tkazilgan Nurmamat Tursun ta'mir kechaligi bilan ilqiy shu adabiyot, madaniyat ve edebiyat sanat sahasidagi milliy bilgunchilikka qarshi kurash boshlandi. Shundan keyin Uyg'ur adabiyoti nayt ig'ir bir zarbaga uchragan. Undan keyin texnik ilgarilagan holda davomlashib bu 2016 yilga kelganda 2016 yılga kelganda o'z anglab bilgandek barliq Uyg'ur adib yozuvchilar turmalarga tashlandi. Rahila Davud, Yalqin Ro'zi, Halida İsrail qatarlıq Uyghur qalamkashlarga Uyg'urlarningki hozirgi ahvolini o'zining kuchini yetishicha dunyoga anglashga tirishgan bu kishilarimizga men benim cho'nqur hurmatlarimni bildiraman. Shu 4 bosqichga bo'lindi bu 100 yillik qirg'inchilik. Bundan keyingi serin mo'jatlarimni 2022 yilda İstanbul'da o'tkazilgan Ben Akbayrak emas degan temidagi o'tkazilgan Uyg'ur Dünya Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasininki litseyasiga kelgan vaqtimda tayyorlagan serin mavjudim. Bulardan bir sizlarga o'rnaklar sunib o'tay. Shu bir asrlik Uyg'ur adabiyotimizga vakillik qilgan kitoblar shulardan iborat. Afsus. Bek az 100 yillik qirg'inchilik adabiyotiga vakillik qilgan kitaplarımız yukarıdaki şu Hayır Hoş Kuyaş Miyasar Hanım'ın Mahpus Ruhullah Abdali Ayub onundan başka Ergin Tarimatımızın yazgan 5. yıl vakasıga ait toplum kitap. Onundan başka 5. Fevral Arhimdir işi kitap. Halide İsrail'in Altın Keş, Ahmet İyemeli adımızın bir kitapları var. Onundan başka Esad Süleyman'ın bir yürüyüş kitapları, qatarlıq müştərik kitaplar var. Hem de mesleğe güvenlik koyup durduğun köşk naqşları. Tarixdə biz Uyg'urlar beşimiz kelgan har bir narsani
dertlerimizi nakşedip etken el halıklar nakşları aşı dertlerimizin namayenisi. Bugün bu dertlerimizi şu nakşlarımız bilen biz ifademiz. Mal nakşe etken rahmetli Gülayat babalık geldi anlattılar. Gülayat'ın hadesiyle nakşını fazladım ben. Nakayet cennet olsun belgeselimizde. Eleden oturasıya köşklerini anlaşıldı. Nakşlarla işbirliği bunu kısa koyayım. Ben bu yerde yaşayalmadım. Kırım Tatarlarının ki. So here she is, our winner, Joanna, and her song from Syndicate Bay. Çok sevdiğindeki Stalin'in Gülak yazan lagırlarındaki keşmişlerini sübadiye Kırım Tatarlarından anlatısı. Bir kişiler geldi bizim evimizge, natanış adamlar bizi ötürdü, kırdı, çapıdı. Ama yana biz işkanda buna sizde sözünü aklaydı. Hep sıcak şiir yazgan, sıcak nakşat edilgan. Ama 2016 yılımı Avrupa'daki körekte birinci oldu. Ondan başka çetellerdeki şu Uygur şairinin azı kadar ifade etken çetellerde yazgan cezalarına ait cezalardan ifade eden şiirlerden Abdüşkür Muhammed'in ki Abdüşkür Muhammed şiirleri ifadelen cezalarga isyanını köreleyimiz. Mesela cezalarga şairi Mihirgül çıkarken şair şunda kitap buldu. Cezalarga şairine. Mihirgül bir kim sorsa şunu Deppermen ulağa çüşümüzde kök asman ay 30'lu körgünümüzde. Belki bilisiz mumumuzdan anlayan çeş örüşünün terzlerini. Yani okşaş kavimler aşık kitabını tefsir görmesenler oldu ki. Onun başka lagırlık anlağa ve madem kadarlık şiirler var. Onun başka Türkiye'deki yazgıcı Müyesser Khan'dan şiirler ifadelenken cezalar gerek isyanımı her kalıbını lerzil saldıran bir isyan. Vatandaşman degan şiiri. Qağla bulbul kabi sayrğanda, toңguzlar gülbeyğede yayrğanda, şunqarım kantıdan qayrılğanda, ağzıda özüm bilen vatandaşman. Bulaqlar öksüp kanıganda, tağlarım xorluqlarını sanıganda, çimerler öz-özün çanıganda, kuyulğan közüm bilen vatandaşman. Bizim ne Türkçe, ne Arapça, ne başka milletlerin bize hakkı jığlap berişke hiçbir tamak kılışka hakkımız yokken müştak kalemlerimiz doğaya. Kündüz ayağımız şiirler ifadelen 40-cılık edebiyatı ruhi. Aramızda var kalkız kızlar. Aramızda var kalkız kızlar. Kündüz ayağımız. Aramızda var kalkız kızlar. Bu Kündüz ayağımızın şiirlerini Tilbek addi. Tartkan dertler. Tilbek addi. Hemmemiz yazalaydıgan, piğalarımız ifadeleyen bir til. Ama acayip çonqur bir çokan, acayip yüksek bir isyan, karlık bir ruh var. Bu şu örneklerden biz piğalarımızı dünyadaki güçte örnek kısak oldu da böyleyim. Hem de çetelerdeki Uygurlarını edebiyat meydanına ilip çıkış türler, söylep çıkış türler. Birincisi resimler, her xil resimler. Mesela Türklerinin Destan filmindeki eksikten sızgan Yuşurnadan sızgan resimler. Aşımı özünün piğalarını sızgan resimler buldu, aşında kısak buldu. Kıskı filmler, mesela Aziz İsa elgilişigen cevapsız qalan telefon, onunki Nəbici ayada işleyen Xarlanğa Vicdan, qatarlıq kıskı filmlerini işleyecektilik mi? Özümüzün tanıştıralayımız. Onunki rəplər, poşt kartları, mesela şahit biz torbette yolu koygan cezalagırlığı poşt kartı evetiş. O poşt kartı cezalagırlığı bir kişilerimizge tekmisin o. Lekin cezalagırlığı verip toplunu vergenlikin cezalagırlığını başkuruvatkallar, şu cezalagırlığı gündük paylarını rahatsız kılgan bir tür. Onun başka hadir yazış. Yukarı dedim bu kündülük hadir yazış. Karton kitaplarını çıkarış. 5. bir arkadaşları 2. kitabını okusanlar. Başında Türkiye'deki İmam Hasan diyen bir inimizden
Aşı 5 fevral günü tutup ekir ketkendan keyin o şehir Yeni Hayat türmesinde ötküzgen kündlük hatırısı var. Şularni örnek qilib turib yasak bo'ldim. Ondan keyin oilam qayerda isyoni va xatir yozish. Oilam qayerda deb Turkiya shunday yaxshi bir cho'qonlar bo'ldi. BBC'larning shunday yaxshi ziyoratlarni berdi. Lekin oilam qayerda degan shu nima qatnashgan kishilar xuddi nima yozish kerak, xatirlarni yozish kerak. Bizning eng chong yetersizligimiz shu xatir yozmaslik. Chalmonxon o'rtasiga borgan Ishbarxonning biz yetib kelgan o'zining qalbi bilan yetib kelgan bir xatirsi yo'q. Biz Ishbarxon haqidagi narsalarning hammasini xalqlarning tilidan anglaymiz va ko'ramiz. Kinolarni ishlaydi ular. Lekin bizni Ishbarxonning o'zining og'zisiga yetib kelgan bir narsa yo'q. Shuning uchun bu bizning intayin chong bir tarixiy xatoligimiz. Bu davrni ashunday o'tkazmasak bo'lmaydi. Ondan başqa yuqorida mantiqli o'tib ketgan Anne Frankning xatirsidan Uyg'urlar olgan savob va tajribalar. Maqola yozish, jurnal va kitob nashriyotchiligi. Bundan başqa she'rlar, nurg'ulg'an she'rlar nim qilib shu yaqindan buyon naqsh qilib yozildi. Aytilyapti, masalan, Amerikadagi Madina Baldwin nang tekstiga ishlangan Ko'k bayroqni vatanda ko'rgim bor degan naqsha naychadalar cho'ng bo'lib qo'zg'adi. Endi bir qirg'inchilikdan qutulman deydiganmiz. Bu qirg'inchilikdan chiqadigan chuqur yo'l topalaymiz. Mao chash o'rimlari istagan nima ko'rsatdi desanglar, chash o'rimlari shu majburiy emgak lagerlarida ishlagan qarlarning bir-biriga bergan chash o'rimlari orqali qanday qaytadiganning yo'l xaritasi shu chash o'rimlari orqali. Biz bakkaç tushkunlashib yig'lab yoki duo qilib mutasaf bo'lmaydi. Duoni harakat bilan ishimiz, yig'lamaydigan kuchli bir odam insonlar bo'lishimiz, mana shunday yo'llarni tepishimiz kerak. Mushlar bir-biriga chash o'rimlari orqali qechib chiqish eg'zininki xaritasini sizib bergan. Mao kartun film Gulbahor xonimninki hayot kechmishlarini bir kim Yaponiyalik bir yozuvchi shunday kartun kitob qilib yozib chiqdi. Ammo shunday kitoblar nihoyatda muhim. Ondan keyin Yigit degan shunday bo'lsa degan kitobni kirgizib qo'ydim. Bu kitobda shu Angliya Hindistonni besavaga vaqtidagi shu 5 fevraldagi inqiloblarga o'xshab ketdi. Ularning o'shalarga qarshi Hindiston kuchlarini Angliyani qo'llab chiqish jarayonida qanday o'y-xayollarda bo'lganligini ifodalangan bek yaxshi kitob. Abdul Turan Ajimninki Taklamakan Uyg'ur nashriyotidan bu kitobni sotib ola olasizlar. Endi bek isil bir yer keldi. Kelajakning J.K. Rowlinglari zilolat tursin. Qarindoshlar, biz buningki kechki bolalarimizni coding, science, undaq deganlar bek o'qitib ketdik. Hisob tabiiy fan, kompyuter, undaq. Chunki buningda bek yaxshi bitabqin bo'ldi. Ammo millatga bek xizmat qilib ketgan bo'lmaydi. Keskin qilib aytish to'g'ri kelib qolsa, shundaq kasblarni o'qib topgan ziyodalarimiz bekchiq. Ammo buning az bir qismi Uyg'ur davosiga kelyotdi. Ammo qismi Zilola Mao 2019-yil Kanadaning Ontario o'lkasida o'tkazilgan yezaqchilik musobaqasida birinchi bo'ldi. Bu qizimizning yezaqchilik qobiliyatiga no'nadin yuqori baholarni bergan sin ko'rinishlari bordi. U bek cho'ng bo'lganligi uchun tushunmay qoldim. O'zining kimligini shu maydonda turib o'zininki Xitoy zulmi uchrayotgan bir Uyg'ur ekanligini yaxshi ifodalab, mumkin bu mukofotni taqatda o'rni bu qizning yezaqchiliklarga yozgan asarlariga yuqori baho bergan Zilola hozir Toronto universitetininki adabiyot fakultetiga qabul qilindi. U ota-onalari tabiiy bilan bir xil o'qitish nimalar bo'lsin, lekin kuchli adabiyot bo'lganlar kuchli yaxshi ko'rish hissiyati bilan Toronto universitetining adabiyot kasbiga qabul qilindi. Mana shunday qizlarimiz bizga kelajakning J.K. Rowlinglari, Lev Tolstoylari. Oxirida men so'zimni
yana başlagan bir cümle sözüm bilen ahırlaştırman. Dünyani iki narsa fetih kıldı. Birisi Kur'an, birisi kalem. Kur'anımız yok ama kalemimiz var. Hemimiz de kalemimiz yüksek. İnşallah zaman hemimiz birliği